Hozir mana xudo xolasa kechadan beri yuzingizni unaqa sanchuvchi og'riq yo'q. Yo'q, og'riq keskin to'xtadi menda. Lekin 19 yil chidab yurmadim shunday. Gavhar opa, mana siz Urganchdan keldingiz bizga. Sizni nima bezovta qilardi operatsiyadan oldin? 3 hafta nerv nevralgiya, mana shu yerimdan, mana shu yerim, hamma yerim og'riydi. O'ng tarafingizda. O'ng tarafimda. Og'riq qanday bo'lardi? Juda ham kuchli bo'lardi. Nimaga o'xshardi shu og'riq? To'q urganim. To'q urgandaqa. Mana shu o'zidan o'zi tutib qolardi. Birdan hech narsasiz, Hech narsasiz. mimika qilganingda, gapirganingda, ovqat yeganingda shunda tutadi. Shunda og'rib qoladi. Ba'zan sababsiz ham og'riydi. Sababsiz ham shu. Kechqurun ham og'rib qoladi, uyqungizda ham og'rib Uyquda qoladi. ham og'riydi. Qancha muddat davom etadi shu og'riq? Ozroq 1-2 minutga, 3 minut O'tib ketadi. o'tib ketadi. Lekin juda ham kuchli bo'ladi. Shu mana 19 yil mana endi bu kichkina muddat emas, bu yangi tug'ilgan bola 19 ga kiradi degandek-da. Bu shu davr mobaynida siz nimalar qildingiz bu kasallikni davolashlik uchun? Ko'proq ukol dorilar oldim. Ukol dorilar. Blokada qildim. Blokada. Boshlarda blokada ham qildim. Ishlaringizga, yuklarga. Keyin qildirmadim. Baribir foydasi yo'q ekan. Qisqa muddatga yordam berdi u ham. Qisqa muddat, ozgina vaqt. Ukol dorilar ham avval boshda ukol dori olsam, 3 oy, 4 oy, 5 oy yurardim, og'riq kamayib. Keyin hech narsa foyda qilmay qoldi. Ukol dorilar ham hech narsa. Nima dorilar ichyapsiz? Karbamazepin asosan. Karbamazepin. Asosan. Nechta ichyapsiz karbamazepin? 6 tabletka, 7-8 ga ham o'tib ketgan vaqtlar bo'lgan, chidamagan vaqt. U qanchalik yordam beradi shu karbamazepin? Bu ham yordam bermaydi aslida. Lekin kuchli tortish qolishini to'xtatib turadi. Nisbatan pasaytirib turadi. Nisbatan pasaytiradi. Lekin og'riqni to'xtatmaydi o'zi. Miyani ochib qiladigan operatsiya qilish uslubi ham bor. Eshitganman uni. Unga nimaga bormadingiz? Bir dugonam borganda keyin kelib 3 oydan keyin yana og'riyapti. Men ham shunga bormoqchi bo'lib turdim. Borma, meniki yana shunday kuchli og'riq boshladi. Qulog'ini orqasidan operatsiya qilingan. Lekin qaysi klinikada qilinganini bilmayman, to'g'risi Toshkentda dedi. Men shuning uchun ishonmay bormadim. Unga bormadingiz. Yo'q. Siz operatsiyani qanday tasavvur qildingiz, qanday o'tdi? Ancha qo'rqib turdingiz kecha. Juda ham qattiq qo'rqdim endi. Bilmasam. Bunday qo'rqadi olmas ekan, nimam qo'rqadi olmas ekan. Menda vahima bo'ldi-da o'zimda, qo'rqib qoldim. Mana hattoki operatsiya qilganingizni ham o'zingiz aytyapsiz, nima operatsiya qilganimni ham o'zi his qilganim yo'q. Hozir mana xudo xolasa kechadan beri yuzingizni unaqa sanchuvchi og'riq yo'q. Yo'q, og'riq keskin to'xtadi menda. Endi og'rimang, mana xudo xohlasa sizga, mana yuqorida ham aytdik, hech qanaqa chegara yo'q. Xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz sovuq narsa yesangiz bo'ladi, mana har xil napitkalar ichsangiz bo'ladi. Mana hozir meva-chevalardan ham chegara yo'q. Hali qizilni yema, ko'kni yema, unaqa degan gap yo'q. Xohlagan narsani yesangiz bo'ladi, morojniysiz ham bo'laveradi. Alohida yuzingizni o'rab yurishingiz shart emas. Mana qishlarda siz doim tashqariga chiqishdan oldin alohida yuzingizni o'rab, tashqariga nima unaqa narsa yo'q. Endi o'zingiz hali shamollab qoladigan darajadagi mijozingizga qarab ish qilaverasiz. Endi mana sizga o'xshab mana uzoq yillardan beri og'rib yurgan odamlarga siz nimani tavsiya qilasiz? Shu kelib shu operatsiya qildiriblar ham bir kunda shu xalos bo'lishini so'rayman, agar istasalar, xohlasalar. Lekin men Xudoga shukr, kecha reski pichoq bilan kesgan deb to'xtatib og'riqim. Lekin 19 yil chidab yurgandim shunday. Iloyim og'rimang, yaxshi bo'lib qoling. Nima maslahatlar bo'lsa, yana telefonlashib turamiz, xabarlashib turamiz. Rahmat. Yaxshi bo'lib qoling. Rahmat sizga ham.